Assalomu alaykum hammaga. Hozir savollaringizni hammasiga javob beraman. Videoni boshiga qiziq joylardan qo'yib yuborsa yaxshi bo'ladi. Ramazon akani ham yaxshi bilaman, ustozlar Jasur akani ham yaxshi bilaman. Nima edi? Kabboy yoki nima edi? Vodiymi? Nursulton Ro'ziboyev haqida fikringiz? Nursulton aka bilan ular gapirib berishim uchun o'sha alohida intervyu qilishim kerak. Chunki ular alohida katta o'rindalarda UFC'da. Elmurod Haqnazarovni bilasan? Shu Elmurod aka MMA'da urushdi. Sportsmen emas-ku, yutdi. Qurbonov boksing degan savol beryapti. 3 raund MMA, 1 raund boksga nima deysan? Men bilan birga. Men boks bilan MMA'ni solishtirib ko'ramiz. Sen bilan ringda jang qilamiz. 3 raund MMA, 1 raund boks qilamiz. Mayli desang tayyorman. Nima deysiz? Конечно, yutqizadi-da. Qurbonov boksing. U sizga javobim hozir. U siz kimsiz? Vesingiz necha? Yoshingiz necha yosh? Mendan katta bo'lsangiz yutqizaman. Mendan kichkina bo'lsangiz urib mayib qilib qo'yishim mumkin. Birinchi shuni yozib oling, keyin gaplashamiz. Nuriddin degandan keyin savol. Nuriddin. Instagram akkauntimni qanday ko'tarsam bo'ladi? Shu savol. Instagram akkauntni qanday ko'tarsam bo'ladi? Nuriddin degan akam menga savol berishibdi. Instagramni qanday ko'tarsa bo'ladi? Har kuni video qo'ying. Kamida bitta. O'shanda har kuni bitta ko'tarilib chiqaradi. Valverde Real degan savol berishdi. Pokrelo futbolga qiziqasizmi? Men Real Madrid fanatkasiman. Ha, men futbolga qiziqaman. Siz fanatkasi bo'lsangiz, men fanatiman. Real Madridda fanatiman. Hamzat Chemayev 12. Qayerda trenirovka qilasan? Savol berishdi. Men Qo'qonda trenirovka qilaman. Abdulkar savol berishdi. Nimaga ko'p chempion bo'lyapsiz? Sababi ko'p trenirovka qilyapman, ko'p musobaqaga chiqyapman. O'zimga opit olib, o'shaning uchun har musobaqa yutyapman. Komolxon savol berishyapti. Muhammad Ziyo nima sababdan Real Madridga muxlislik qilasiz? Buni javobi dadajonim Realga muxlis qilishadi. Men ham o'shaning uchun Realga muxlis qilaman. Agar Barsaga o'tsa, sirazi men ham Barsaga o'taman. Telegramdan savol berishdi. Astepalik Ayibxon. Profillari Azizov. Qachon oshimiz billa tovoqqa choylarni quyib? Assalomu alaykum Astepalik Ayibxon aka. Ha, o'zlaringiz osh qilmayapsizlar-ku. Agar chaqirsalaring borib osh deb, ustilarga choy qo'yib ichib qo'yamiz. Qiziqishingiz bilan kirganmisiz yoki o'qishlaringiz? Telegramdan savol berishdi. Astepalik Barkamol aka. Bu sportga qiziqish bilan kirganmisiz yoki dadasi xohishlarimi? Yana qaysi sport turiga qiziqasiz? Men bu sportga dadajonim xohishlar bilan kirganman. Keyin shug'ullanib o'zimda ham qiziqish uyg'ongan. Hozircha faqat kurashga qiziqyapman. Telegramdan Shayxon mahalladan Akbar aka yozganlar. Savolim, trenerlari kim? Treneringiz kim? Meni trenerim Dilshod aka. Qaysi zal? Medved klub. Bir kunda necha mahal trenirovka qilyaptilar? Bir mahal trenirovka qilaman. Yaqin kunlarda birorta turnir bormi va qayerda? 4 oy 5 oydan keyin MMFda musobaqa bo'ladi. Qayerda? Noma'lum qayerda? Xattalik noma'lum. Oxirgi savolim, qachon chet elda jang qilasiz? Javob uchun oldindan rahmat. Uni aniqini bilmayman. Bo'ldi, savol tugadi. Akbar akaga rahmat. Telegramdan savol Shayxon mahalla Jamshid aka. Meni ham savolim bor. Qaysi yo'nalishda boks, grappling, sterling, muay thai va hokazolar o'zingizni qaysi kuchli deb hisoblaysiz? Javob uchun rahmat. Qaysi sportdan kuchli deb hisoblaysiz o'zingizni? Men o'zimni grappling sport turidan kuchli hisoblayman. Instagramdan savol
Sotvoldiyev X7. Erkin kurash, men bilan tushasanmi? Sotvoldiyev X7. Oldin menga ma'lumot bering. Necha yoshsiz? Treneringiz kim? Eng asosiysi 2000 yilsiz? Vesingiz necha kilo? Keyin erkin kurashda men bilan teng bo'lsangiz, yutib qo'yishingiz mumkin. Agar bunaqangi taslim bo'lguncha bo'lsa, men yutib qo'yishim mumkin. Instagramdan savol. Ibrohimjon 1207. Nima gap uka? Ibrohimjon aka, hozir gaplar ko'p. Siz lichkaga yozsangiz gaplashamiz. Instagramdan savol. FK Mobility Bus. Bilol Samuray bilan do'stmisiz? Ha? Do'stman. Vodiy MMA akademiyasidagi Bilol Samuray bilan qadrdonmiz. Instagramdan yana o'sha odam. FK Mobility Bus. Ibrohim chempion bilan kurash tushganmisiz? Yo'q, tushmaganman. Ibrohim chempion bilan men kurash tushmaganman. O'zudaysiz, men greplinchi. Sohamiz boshqa. Instagramdan savol. Zalatoy 07. Nechinchi yilsiz? 2013-yil 14-yanvar. Instagramdan Abdusamad MMA yozishyapti. Erali Mashhurbekni taniysizmi? Mashhurbek akani taniyman. Tillo klubda trener bo'lib ishlaydilar. Ularda komandalar bilan biz komanda bitta komanda, общий. Musobaqalarda bir-birimizga pateshka qilib turamiz. Instagramdan yana Qurbonov boksing yozibdilar. Men bilan 3 raund MMA, 2 raund boks ko'rasanmi? Ha, Qurbonov boksing. Nechinchi yilligingizni yozib yuboring, keyin gaplashamiz. Pokrelo boksing degan profil ochilibdi. Pokrelo boksing savol berishibdi. Men bilmayman Pokrelo boksing kimliklarini, lekin savollarini o'qib beraman. Qayerdasiz? Qayerdansizmi? Qayerdasiz? Unda men hozir uydaman. Uydasiz. Abduqodir Tashpo'latov 5 savol berishibdi. Birinchi ustozingiz kim? Boksdan Islomxon domla, rukapashkadan Olimxon ustoz, kickboksingdan Abrorjon ustoz, kurashdan Dilshodjon ustoz. Shular hammalari meni общий ustozlarim. Shularda hammalari o'zlarining sohalarini birinchi o'rgatishgan. Shular birinchi ustozlarim. Abduqodir Tashpo'latov yana savol berdilar. Oilada nechta farzandsizlar? Oilada hozircha 6 ta farzandmiz. Hozircha. Pokrelo do'koni savol berishibdi. Pokrelo do'koni, homiy, o'zimiz homiy. Kelajakda nima rejalar bor? Kasbingiz o'zgaradimi? Kelajakda kasbim hozircha aniq emas, lekin hozir trenirovkani qilishim kerak. Instagramdan savol kelgan yana SB Bahrom. Bu dadaxonaga berishgan bu savolni. Kelgusida sport davom ettirish niyat bormi yo sport vaqtinchami? 35 yoshgacha professional shug'ullanaman. Undan avvalgi o'zim uchun qilib yuraman. Shokirjon 993 savol berishibdi. Necha kilo olasiz? 48 kiloman. Instagramdan savol kelgan yana Avazxon 747. Musobaqa nima bo'ldi? Qaysi musobaqani aytyapsiz? Hozir musobaqa bo'lgani yo'q. Oldingina aytib turgan bo'lsangiz, o'sha musobaqani aytib yuborsangiz, otini, keyin o'shanga qarab aytaman. Tugadi. Savollarni hammasini o'qib bo'ldim. Savollar tugadi. Javob uchun sizga ko'p rahmat. Sog' bo'ling. Trenirovkalar bilan charchamang. Hamma savolni berganlarga rahmat. Men bilan urushmoqchi bo'lganlar lichkaga yozinglar. Qolgan hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar.